Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. Barchamizga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Mana bugun yana bitta obzor qilamiz ozroq. Yemlar, ya'ni ko'rimlar haqida bo'ladi. Mana bitta yangi quyon olib keldik. Yaxshi yem, pastroq yemda boqilgan ekan. O'shini sinaymiz. Mana bugun nechinchi kunligini yozib qo'yamiz. Xikol quyoni. Keyin boshqa ko'rim beramiz o'sha quyonga. Mana vesi 2 kiloyu 77 ekan. 2 kilo 77 xikol quyoni bu. Bugun necha? 19-martmi? 10 kun 15 kundan keyin sinab ko'ramiz ko'rimni farqini. Mana ikkinchisini qo'yamiz. Kiloyu 100 kiloyu 100 pasti 60. Xudo xohlasa 10 kundan keyin hozir boshqa ko'rim beramiz, yaxshi ko'rimdan sinab ko'ramiz. Qani 10 kunda qancha farq o'zgaradi ekan. Kiloyu 160 ekan. 59, 60 da endi. Baranchalarimiz. Xudo xohlasa 10 kundan keyin yana bitta video chiqazamiz, qancha bo'lganini bilamiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana 10 kun oldin xikolni ko'rsatdik. Sifatsiz yemda boqilgandi. 2 kiloyu 70 gram chiqqandi. Mana 10 kun o'tib, mana bugun Xudo xohlasa tortib ko'ryapmiz buni. O'zgarganini bilamiz. 2 kiloyu 600 bo'lyapti. 10 kunda 2 kiloyu 650 bo'lyapti. 46. O'zgarish zo'r. 10 kunda 600 gram qo'shilibdi. Mana hozir endi keyingi ikkinchi quyonimizni ham ko'rsatamiz. Mana ikkinchi quyonimizni ham oldik. Buni ham qo'yib ko'ramiz hozir. Bu ham bir xil. 2 kiloyu 640. Ikkalasi ham bir xil edi. 2 kiloyu 70 gram edi. Mana farqi. Pachti 600 gramga ves opti 10 kunda. Ko'rimni nomi nima deb ham so'rashinglar mumkin. Omnikrolik ko'rimi xikollarga. Bu xikolimiz hozir 2,5 oylik dan ozgina o'tdi, 3 oylik bo'lgan yo'q hali.
Birinchi sifatsiz ko'rimda katta bo'lgandi. Mana 10 kunda farqini bildinglar. 600 grammga o'zgaribdi. Farqi juda zo'r, ko'z tegmasi mashalloh. Yemni sifatiga gap yo'q. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab boramiz. Mana quyonni joyladik. Yana o'zini qafasiga. Endi albatta sifatli ko'rim yaxshi-da baribir. 600 grammga o'zgaribdi quyonimiz, ves 10 kunda. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'yamiz. Qo'llab-quvvatlab borasizlar degan umiddaman. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.